Qizlarjonlar, hozir buni ikki olosini ham ochdim. Mana hozir qo'yib ko'rsatib beraman. Mana qizlar. Ikkosini birgalikda qo'yasizlar qizlarjonlar. Birinchi yuzimizni namlantirib, svejiy qilib, sochni qilib olishimiz uchun mana shu kremini ishlatamiz qizlar. Qaranglar, qay darajada sochni bo'ldi, namlandi. Qarang, kletkalarimiz ham, yuzlarimiz ham, poralari ham namlanish kerak qizlar. Endi bunisini. Wow, qarasanglar. Qizlar, men qo'limni qaranglar, qanaqa sochning zo'r oppoq bo'lib qoldi. Men qo'limni qaranglar endi. O'zingizlar vibr qilinglar. Qanaqa zo'rligini, tonalkani ham keragi yo'q qizlar.